Bismillahirrahmanirrahim. Ular, yani Yahudiler Allah'ını öz qadriga loyiq tanımadi. Çünkü ular Allah hech kishiga hech narsa tushirmadi dedi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, undaqda Musa elib kelgan va kishilarga nur, hidoyat bo'lgan, sizlar parcha-parcha qog'ozlarga ko'chirib, xohlaganinglarni oshkorlab, ko'p qismini yushiradigan, sizlarga o'zinglar va ota-bobonglar bilmagan narsalar uning soyasida bildirilgan kitobni kim nozil qildi? Ey payg'ambar, Allah nozil qildi degan. Ondan ularni qo'yib turgan. Ular ozg'unlikqa patqan holda o'ynab yursin. Bu Qur'on sening Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun biz nozil qilgan, o'zidan ilgari nozil qilingan kitoblarni tasdiqlaydigan muborak kitobdir. Oxiratga ishonganlar uningga iymon etadi. Ular namozlarga ahamiyat beradi. Alloh nomidan yolg'onni to'qigan yoki o'ziga hech narsa vahiy qilinmagan turuqliq, "Menga vahiy qilindi" degan yoki Alloh nozil qilganning o'xshishini "Men nozil qila olmayman" degan odamdan zolim odam bormi? Ey payg'ambar, sen bu zolimlarni sakratga tushgan vaqtida bir ko'rsang, ajoyib qo'rqinchli ahvolni ko'rgan bo'larding. U chaqda farishtalar qo'llarini so'zib ularga "Jininglarni chiqaringlar. Sizlar Alloh to'g'risida noto'g'ri so'zlarni qilganliginglar va uning oyatlarini ko'zga ilmaganliginglar uchun bugun xorlig'uchi azob bilan jazolanasizlar" deydi. Ularga yana mundoq deyiladi: "Sizlar bizning dargohimizga, biz sizlarga ato qilgan narsalarni orqanglarda qoldirib, xuddi biz sizlarni dastlabda yaratgan vaqtdagidek tanho kapsizlarg'u. Sizlar o'zinglarcha Allohning sheriklari deb atib olgan shafoatchilaringlarni sizlar bilan birga ko'rmaymizg'u. Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat allaqachon uzildi. Sizlar shafoatchi deb gumon qilgan narsalar sizlardan yo'qoldi. Shaksizki, Alloh donni va uruqni bixlandirg'uchidir. Tirikni o'likdan va o'likni tirikdan chiqarg'uchidir. Shularni qilgan zot yagona Allohdir. Sizlar qandoqmi uningga ibodat qilishdan burilib ketisizlar? Alloh subhini qorong'ulikdan yerib chiqargan, sizlar uchun kechini orom elish vaqti qilgan, quyosh bilan oyni o'z orbitasida muayyan qonuniyat bo'yicha muntazam aylanib turadigan qilgan zotdir. Ana shular g'olib, hammani to'liq bilguchi Allohning o'rinlashtirishidir. Allah quruqliq va dengizning qorong'uliqlarida sizlarning yo'l tepishinglar uchun sizlarga yulduzlarni yaratib bergan zotdir. Allohning ulug'ligini biladigan qavm uchun dalil paketlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah sizlarni bir insondan yaratgan, ondan sizlarni onanglarning baliyatqusida qarorlashtirgan, otanglarning pushtida saqlagan zotdir. Tushundigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah bulutdan yomg'irni tushirib bergan zotdir. Mana biz uning bilan barliq o'simliklarni chiqardik. Ya'ni yeshil mayislarni chiqarib, uningdan bir-biriga mengishib ketgan dallarni yetishtirdik. Xurma daraxining chechaklaridan yerga yaqin sangilab turadigan xurma sapoqlarini yetishtirdik. Yana o'zimlik bog'larni bir-biriga ba'zi tarafdan o'xshaydigan va ba'zi tarafdan o'xshamaydigan zaytun, anor daraxtlarini yetishtirdik. Sizlar ularning meviligan chog'dagi yangi tutgan mevasiga va pishqan mevasiga qarab beqinglar. Ularda iymon etadigan qavm uchun albatta dalillar bordir. Jinlarni Alloh yaratgan tursa, mushriklar ularni Allohga shirik qilib elishdi. Nadonlikdan Allohning o'g'il qizlari bor deganni o'ydirib chiqishdi. Alloh ular sifatlagan narsalardan pokdir va ustundir. Alloh osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchidir. Allohning jufti bo'lmasa, qandoqmi bolasi bo'lsin? Hamma narsani Alloh yaratgan, hamma narsani Alloh obdan bilguchidir. Ey insonlar, ana shu sizlarning Robbinglar bo'lgan Allohdir. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. U hamma narsaning yaratquchisidir. Uningga ibodat qilinglar. U hamma narsaga homiydir. Ko'zlar Allohni idrok qila olmaydi. Alloh ko'zlarni to'liq biladi.
Allah ishlarning eng inchki taraflarini bilguchidir. Eng maxfiy ishlardan to'liq xabardordir. Ey payg'ambar, aytqinki, ey insonlar, sizlarga Rabbinglar tarafidan to'g'ri yo'lning ro'shan dalillari keldi. Kimki haqiqatni ko'rsa, uning foydasi o'ziga. Kimki uningdan ko'z yumsa, uning ziyni o'zigadir. Men sizlarga ko'zatchi emasman. Biz oyatlarni mushundaq xilma-xil shaklda bayon qilib bersak, mushriklar sen Qur'onni boshqalardan o'rganibsan deyotdi. Biz bilalaydigan qavmga haqiqatni ochiq bayon qilib beryapmiz. Ey payg'ambar, sana Rabbing tarafidan vahiy qilingan Qur'onga ergashgin. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Mushriklarga parvo qilmag'in. Agar Alloh ularning hidoyat tepishini xolisi edi, ular shirk keltirmaydi. Seni ularga ko'zatchi qilganimiz yo'q. Sen ularga homiymo emassan. Ey musulmonlar, mushriklarning Allohni qayrib qo'yib cho'qinayotgan narsalarni tillamanglar. Unda qilsanglar, ular nadonlikdan haddidan eshib Allohni tillaydi. Shuningdek, ya'ni mushriklarga o'z qilmishlarini chiroyli ko'rsatganimizdek, har bir ummatga o'zining amalini chiroyli ko'rsatdik. Ondan ularning qaytib boradigan joyi Rabbining dargohidir. Shu chaqda Alloh ularning qilganlarini o'zlariga aytib beradi. Ular agar bizga biror mo'jiza kelsa, biz uningga cho'qim ishonamiz deb Allohning nomi bilan qattiq qasam ichishidi. Ey payg'ambar, ularga mo'jizalar faqatli Allohning dargohidadir degin. Ey iymon etganlar, sizlar nimani bilasizlar? Ular talab qilgandek mo'jizalar kelgan taqdirdami, ular uningga ishonmaydi. Ularning dillarini, ko'zlarini haqiqatni tushunishdan va ko'rishdan burib etamiz. Ular mo'jizalarga dastlabda ishonmaganidek yana ishonmaydi. Ularni ozg'unliqlarda tengirqab yurishga qo'yib etamiz. Biz ularga, ya'ni farishta tushirilishini talab qilgan kofirlarga farishtalarni tushirgan, o'liklar tirilib sening rostkinligingga guvohlik berib, ular bilan so'zlashgan, ular talab qilgan hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ular hammani ko'z oldida ko'rgan taqdirdami, Alloh iroda qilmoqcha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Ey payg'ambar, biz mushriklarni sana dushman qilgandek, inson va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular shirin shakar so'zlar bilan bir-birini aldab vasvasa qilishidi. Agar Rabbing xolisi edi, ular bunimi qilolmaydi. Ularni o'zlari o'ydirgan narsalarga qo'yib bergan. Ular oxiratga ishonmaydiganlarning dillari u shirin shakar so'zlarga moyil bo'lsin, uningdan xursand bo'lsin va qilayotgan gunohlarini davomlashtirsin deb shunday qiladi. Ey payg'ambar, u mushriklarga aytqinki, Alloh sizlarga haqiqatni o'p-uchuq bayon qilib beradigan kitobni nozil qilgan zot tursa, men Allohdan boshqa hukm qilguvchini izdamdiman. Biz kitob ato qilgan Yahudilarning va xristianlarning o'limolari, u Qur'onning Rabbing tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini aniq biladi. Sen hargiz shak qilguvchilardan bo'lmag'in. Rabbingning so'zi rostlik va to'g'riliq jihatda voyaga yetgandir. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir.